O'rtoqlar, bu bolalar nimani boshlayapti deb o'ylaysizlarmi? Sizlar bilan birga yaxshilikka yana bitta qadam tashlayapmiz. Hozir mana shu videoga bir dona like bosib qo'ying. O'sha bosgan like'ingiz orqali bizga quvvatga savobli ishga Xudo xohlasa bizlar bilan birga tez sherik bo'lasiz. Hozir mana shu videoga like bosib qo'ymasangiz-chi, videoni oxirigacha ko'rsangiz, afsus, 10 ta like bo'lsam bo'lar ekan deb aslanib qolasiz. Videoni oxirigacha ko'rib Xudo xohlasa, bunaqalar kamdan kam bo'ladi. Qani ilohim, boshlagan ishimizni hayz barakasini bersin. Amin. Allohu akbar. Boshladik bo'lmasa. Bitta oyoq kiyim bering deding. Men nimaga dedim, to'g'rimi? Sen kimga deding? Adamga dedim. Ya Alloh rozi bo'lsin, mana bitta qizim bor, sendek otam degan qizni ko'paysaxonmi? Qiz bola sharchi qiz bola-da, mana. Olib borganda adela berganmi? Sizga olib keldim deganmi? Bitta qol. Kiyib ko'ring. Vo! Gap bo'lishini emas. Alloh rozi bo'lsin, brata. Qancha duo qilib qo'ying, duo qiling. Alloh akbar. Necha? 43 bering. O'zim kiydirib qo'yaman. Yechingman mana. Ke, ha, ke. Uyda kelasiz, hamma? Duo qilib qo'ying, ana. Alloh akbar. O'g'lingiz uchun so'rayapsiz. Ha, bu necha razmer o'g'lingizniki? 42 mi? Bering 42 dan bitta onamlarga. Duo qilib qo'ying. Jamilaga Alloh o'zi. Alloh akbar. Ana o'rta blogerga mana shu bundan ortiq vaqt yo'q. Bo'ldi, invalid 3 ta o'g'lingiz. 3 ta o'g'lingizga olib borib berasiz. Duo qilib qo'ying. Alloh akbar. Mana Xudo xohlasa Haydalo shogirdim, kecha shogird bo'lib tushgan. Bugun mana Xudo xohlasa yelkama-yelka savob ishda bardavom etadi. Nima deysan, ukam? Sizlarga atiyat shogird tushdim. Ihsonlar qilish nasib qilsin menga. Xudo xohlasa ketdi. Yasini bosasiz, ukam. Kimga? Ya gap bo'lishi mumkin emas. O'sha 3-qiz Adamga degan necha razmerlar? Gap bo'lishi mumkin. Razmerlarga kimlarga? 40. Duo qo'ysinlarmi? O'rtoqlar shoningli odamchi, maza qilyapti. Menimcha bundan ortiq vaqt bo'lmasa kerak blogerga. Mamatdan o'tkazgan bilar ekan buni, bori. Qarab bitta oyoq kiyim beraman, maza qilib bersa duo qilib qo'yasanmi? Mana, gazini bos, tushundingmi? Hozir mana o'zingiz ishlab chiqqan mahsulotlarni tarqatdi. Nima bo'ldi? Qanaqa shu ishni? Maza qil. Odam qalbi ko'ngli maza qildi. To'g'ri bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin, sizlarga Alloh bo'lsin. Dish gap bo'lishmaysiz. O'rtoqlar mana Xudo xohlasa. Gazini bosinglar, sizlarda shunaqa imkoniyat bor. Bizlar bu savobli ishimizga yaqindan yordam bergan oyoq kiyim zavodi Aziz akamlarga kattakon rahmat deb qolaman o'rtoqlar. Sizlarga sifatli oyoq kiyimlar kerak bo'lsa, bemalol akalarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Nomerligini qoldiramiz. Endi mana bu gapni o'rtoqlar ishlab chiqarish zavodi bor tadbirkor akalarimga o'rtoqlar hozir men tengqurlik bo'lib bitta blogerni chaqirsanglar, akam 31 milliondan oshuv bo'lsa, bir dona reklamasini narxini kamida 2-3 ming dollardan kamiga qildira olmaysizlar. Lekin men sizlarga buni tekinga olish yo'lini o'rgataman. Qanaqa qilib deysizlarmi? Mana videoda o'zingizlar ko'rdinglar. Ey biznesmen akalarim, siz ishlab chiqarayotgan o'zingizlarning mahsulotingizdan haqiqiy haqdorga, muhtojga ko'nglingizdan chiqarib aytdingizlar va men o'sha mahsulotni yetkazib beraman. Undan keyin videoni oxirida mana ko'rganingizdek Xudo chiroyli qilib reklamangizni ham qilib beraman, ham savobga ham sherik bo'lasiz. Nima deyman o'rtoqlar? Endi mana bu gapim 1,5 million oilamga, obunachilarga tegishli kommentariyada fikrlarni yozib qoldiringlar. Men fikrlarni qo'llab-quvvatlayman. Bugundan keyin yana qanaqa shunaqa savobli ishlar qilamiz. Nima deysiz o'rtoqlar? Keyin mana shu videoga bosmagan bo'lsangiz, bir dona like bosib qo'ying. Mana shu bosgan like'ingiz orqali bizlar savobga Xudo xohlasa tez sherik bo'lasiz. Nima deyman o'rtoqlar? Tez kunda yaxshilik yo'lida ko'rishguncha oilalar baxtiga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Inshaalloh yaxshi kunlarda ko'rishinglar. Sog' bo'lasizlar.